Jizzax viloyati Arnasoy tumani Bobur mahallasida 181-kontirda yoshlarga ajratilgan yer maydoniga 13 gektar yer maydoniga ashqovoq bir kontir bir mahsulot tamoyili asosida ashqovoq ekilib, hozirda ashqovoqning ko'chatlari yaxshi holatda gullash jarayoniga kelib qolgan. Ushbu yoshlarga agregator sifatida Arnasoy hosili kooperatsiyasi tashkil qilinib, agregator qilib biriktirilgan. Ushbu ashqovoqqa hozirgi holatda yovvoyi o'tlardan tozalash ishlari amalga oshirilmoqda. Bundan tashqari hasharotlarga qarshi dorilar sepildi. Ko'chatlarning holati yaxshi. Bundan keyin kelgusida ushbu yoshlarga berilgan yerlarni yanada kengaytirib, daromadbop mahsulotlar ekish rejalashtirilmoqda.